Ushbu loyiha Mikrokreditbank hamkorligida Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Yangiyer mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda qizilloviya ekilgan. Ekin ekilgan maydon hajmi 10 gektarni tashkil etadi. Bu loyiha o'lchamlari 150 metrga 230 metr, 200 metrga 300 metr, 80 metrga 125 metr bo'lgan konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan holatda. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Bu loyihaga 64 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,15 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Olis Yangiyer ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 2 tonna, jami 20 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish maqsad qilingan.